Hurmatli tomoshabinlar, bu yer Y5 avtomagistrali. Olmoniyadan qaytgan oilalar bilan reportajlarimiz davom etadi. Dilbandlarim. Qani chiqa qol. Tez chiqa qol. Jamol Kara va oilasi. Hurmatli Jamol Kara, butunlay qaytganingiz sababini ayta olasizmi? Xullas, 15 yil avval bizni quchoq ochib kutib olgan olmonlar siqib suvimizni ichgach, bizni xohlamay qolishdi. Istalmagan joyda nega yashaylik? Olmoniyada nima ish qilardingiz? Sim zavodida ishlardim. Ishdan bo'shadingizmi? Shunga o'xshashroq. Chap qo'limda bot xastaligi bor. Ba'zan qattiq og'riq beradi. Sog'ayib keting. Rahmat. Hurmatli Jamol Bey, yana bir masala bor. U ham bo'lsa moslasha olmaslik. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'sha yurtda yashab turib, ularga moslashishni istamaganingiz iddao qilinmoqda. Olmonlarga qo'shilishni istamaganingiz uchun sig'dirishmagani rostmi? Endi xayollariga kelibdimi? Borgan paytimiz qanday bo'lsak, oxirigacha shunday yashadik. Biroz aniqroq gapirsangiz. Ya'ni biz o'z qardoshlarimiz bilan yaqin edik. Qo'shnilar, tanish-bilishlar hammasi turklar edi. Olmonlar Turkiyada yashasa shunday qilishmaydimi? Ha, rahmat sizga. Endi rafiqangizning so'zlarini tinglasak. Ismingiz nima? Sahar Kara. Vatanimga qaytganimdan juda ham baxtliman. Biram hayajondamanki, xursandman, juda ham ko'rib turibsiz. Nechta bolangiz bor? 5 ta. 3 qiz, 2 o'g'il. Yana farzand kutyapmiz. Bundan chiqdi Germaniyaning nufusni rejalashtirish talabiga bo'ysunmabsiz-da. Yo'q, bu masalada ko'p ogohlantirishdi, lekin biz bolalarni yaxshi ko'ramiz. Ko'p bolali bo'lishingizga bola ta'minotining aloqasi bormi? Yo'q. Bola ta'minoti barcha xarajatlarga yetmaydi-ku, shuning uchun men ham ishlashga majbur bo'lganman. Qayerda ishlardingiz? Yapon baliqlari fermasida ishlardim. Ishingiz yoqarmidi? Ha, bu yerda ham ishni davom ettiraman. Butunlay qaytibsiz-u, ishingizni olib kelibsiz-da. Siz-chi, siz qayerda ishlamoqchisiz? Ustaxonada ishim bor. Turar joyimiz ham bor. Juda chiroyli uy. O'zimizga yarasha. Rafiqam ikkalamiz uyni birga qurganmiz. Peshona terimiz bilan qurib bitkazdik. Sizlarga katta rahmat. Baxt va omad yor bo'lsin. Sog' bo'ling. Sizga ham rahmat. Omon bo'ling. Uzmedia.tv saytida premyera.
Nonni o'ynama. O'ynamayapman. Unda nima qilyapsan? Ayjin senga ovqat bermoqchi. Ayjin, sen kim bo'ldi? Yapon balig'i bor-ku. Ahmet unga Ayjin san deb ism qo'ydi. Ayjin Sande serialdagi qahramon edi. Xuddi o'sha dada. Yana bolalari ham bor shiringina. Juda yaxshi. Bolalarni birga katta qilamiz. Yozguli, oshxonadagi shishani olib kel, qizim. Xo'p, dadajon. Qo'ying dadasi. Ertaga ishga borasiz-ku. Yarim piyola ichaman xolos. Xavotir olma. O'rgangan ko'ngilda. Eshikni yopmaysanmi? Ochiq tursin. Bolalar uxlashdi. Men esa uxlamadim, seni kutdim. Menga bugun tegmang. Juda ham charchaganman. Bo'pti, qo'rqma. Qani kel. Tovonimdan xuddi olov chiqayotgandek. Necha kundan beri dam olmading? Ro'zg'or ishi tugarmidi? Yana bolalar tashvishi. Ular tashvish emas. Qancha ko'p bola bo'lsa, ona shunchalik kuchli ayol bo'ladi. Yaqinda yana bir bor ona bo'lasan. Hisobda adashdim. Qancha qoldi? 1,5 oy. Xayriyatki, bu bolamizning omadi kuldi. O'z vatanida dunyoga kelyapti. Mayli, endi uxlaylik. Yaxshi dam ol onasi. Rahmat xonim. Olmoniyada 3 yil yashab. Jim bolalar. Qaysi shaharda edingiz? Gyunsburgda. Ha, eshitganman, lekin bormaganmiz. Erim qurilishda ishlardi. Ishi og'ir edi. Oyi, ukam. Jim, hozir ham qurilishdami? Menga afsuski, ayrilib qoldim. Qazoyi qadar. Sabr tilayman singlim. Rahmat opa. Voy, soat nechi bo'ldi? Bolalarim maktabdan kelishgandir. Ketdim. Biz ham kutamiz opa. O'tirsangiz bo'lardi, qo'shnilar. Yolg'izlik. Bu orolda yolg'iz qolgach nima ham qilarding? Turasan, cho'milasan, cho'milasan. Butun tanang go'shtdek chiriyotganini his qilasan. Aspirin ichdingiz, ichkilik aralashmasin. Ko'nglim behuzur bo'ldi. Biroz o'zimga kelay. So'ngra bir inson Sog' joyim qoldimi o'zi? Unday demang. Arslondek siz dadasi. Siz kasal bo'lmang. Bolalarni o'zim katta qila olmayman. Yangi er topasan. Jim bo'ling. Baxtimga hamisha sog' bo'ling. Darrov o'zingga olma onasi. Hazilda. Boshqa unday hazillashmang. Xo'p. Qo'rqma. Ayjon, televizorni o'chir. Oyjon, uyqum kelmayapti. Biroz ko'ray. Qani tura qol, hammamiz uxlaymiz. Erta yotib, erta turishga o'rganinglar. Yaqinda maktab boshlanadi. Xayrli tun. Maktabni hal qildingmi? Ertaga boraman. Sofiya maslahat berdi. Sofiya kim? Qo'shnimiz 2 yil avval Olmaniyadan butunlay qaytishgan ekan. Bolalar uchun to'garaklar ham ochilibdi. Ruxsat olarsangiz borib keling. Ruxsat ola olmayman. Yana senga qoldi, go'zalim meni. yana ko'rishib otamlashamiz deb kim aytibdi deysan? Olmoniyada qancha yashading? 15 yil. Oson emas, do'stim. U paytlar ko'pchilik tirikchilik dardida ketgan ekan Olmoniyaga. Ha, shuning uchun ketganlar ko'p. To'g'risini ayt. Ayolingga xiyonat qildingmi hech? Qo'ysangchi. Qani ayta qol. Xotinim homilador edi. Kun sanab yurgandik. Hali juda yoshman. O'sha yerda bir ayol bo'ynimga osildi. Bu paytlar 20 yosh bo'lsam kerak. Nafs ustunlik qildi albatta. Yangam bilib qolmadimi? Navbatchiman dedim. Lekin Orif, ishon, pushaymon bo'ldim. Xudoga shukr, shundan keyin xiyonat qilmadim. Yangangni sevaman. Bo'ynimni bo'g'yapsan, qo'yvor. Ajab bo'pti. Hozir qattiqroq bo'g'aman. Qani bolalar, dadangiz keldi. Qo'llarni yuvib dasturxonga o'tiramiz. Ketdik. Xush ko'rdik. O, kayfiyat zo'r-ku, a? Do'stlarim bilan ko'rishdim. O'tirdik biroz. Olmoniyada ham ko'rishardingiz. Jahling chiqdimi? Yo'q. Ovqat yeyishmadimi hali? Siz dasturxonga o'tirarmidik? To'qmisiz yoki? Biroz to'qman, ammo taomingni rad eta olmayman. Lekin kartoshkadan boshqa taom yo'q. Bugun shu xolos.
Xo'sh, qizlar qani? Uxlab qolishdimi? Qayoqda deysiz? Sizni kutishdi. Hoy, Ayjon, Guljon, Yozguli, qani kelinglar. Ertadan maktabga borishadi. Olmoniyada fotiha bergandim-ku. Unisi boshqa. O'z vatanlarida ilk bor maktabga borishyapti. Dadangizga qarab turinglar. To'g'ri tur. Qo'lingni tushir. O'g'lim, burningni kavlama. Biroz yaqinroq turinglar. Yana biroz. Ha, bo'ldi. Avtomatik rejim qanaqa edi? 1000 yillik matoh-ku. Hali ham tilini tushunmaysiz. Kel, o'zing ko'rsat. Bering menga. Qani siz turing. O'zim sozlayman. Qani? Bo'ldi, tayyor turamiz. Ahmed, burningni kavlama. Voy, Zahar. Nima bo'ldi? Muborak bo'lsa onasi. o'g'il bo'lsa uchovlan yurishardi. Shukr desang-chi xotin. Xayrlisi bo'lsin. Ism qo'ydingmi? Ebru, yoqdimi? Ha, juda go'zal. Mana onasi, qutulib ham olding. Allohga shukr. Xuddi ilk tug'ruqdek hayajonlandim. Ilkmi, so'ngmi oson emas. Muhimi hali ham yosh qizdeksan. Ha, buni qara. Bir ham shirinsanki. Yaxshilab chaynab ye. Ali, og'zingni och, o'g'lim. Mana surtdim. Qani ol. Sen ham ol. Bola qol. Menga yoqsa. Sahar, Qorni ochqadi. yemaysan. Yesangchi. O'zimni shirin qizim. Jonim bolam meni. Hozir. Voy, sekinroq qizim, sekinroq bolajonim. Og'ritib yubording. Og'riyapti dedim senga. Sekinroq yemsam bo'lmaydimi, qizalog'im? Biz ketyapmiz. Xayr. Xayr. Yaxshi baholarga o'qinglar, qizlarim. Qani bo'la qol. Yaxshi qol azizam. Ishdan so'ng akvariumchiga o'tishni unutmang. Asal qizim meni. Yaxshi qol. Yaxshi boring. Ishingizni rivojini bersin. Bularga ham boladek qarov kerak ekanda. Shunaqa. Bular baraka manbai. Tomib turgani yaxshi-da. Ayjinsonni sotmaysiz-a? Sotmayman bolam. Kim oladi bularni? Akvariumchilar. Sotilishi bilan pulimizni berishadi. Menga ham bering. Juda epli ayolsiz. Ro'zg'or yumushi-yu shuncha boladan ortib baliq boqishga ham ulgurasiz. Xudoyim sog'lik bersa bo'ldi. To'g'ri, Alloh sog'lik bersin. Ayjon, Guljon, kelinglar, film boshlandi. Kelyapmiz, oyi. Kelyapmiz. Opang dars qilyaptimi? Opam yig'layapti, oyi. Ayjon, nima bo'ldi qizim? Nega yig'layapsan? Xohlamayman, oyi, xohlamayman. Nega bunaqa bo'ldi? Xohlamayman. Nimani xohlamaysan? Xohlamayman. Xohlamayman. Yuragimni siqma, nima bo'ldi o'zi? Siz aytgandek katta qiz bo'ldim. Nima bo'ldi? Qonab ketdi. Shunga yig'ladingmi? Katta qiz bo'libsan-a? Yomon ekan. Yomon dema qizim. Tabiat qonuni bu. O'smir qiz bo'lding bugun. Bo'ldi go'zal qizim, yig'lama endi. Bir kun kelib Guljon ham, Yozguli ham sendek bo'lishadi. Nima qilaman endi? Senga toza kiyimlar beraman. Hozir go'zal qizim. Men hozir. Ey Xudoyim, xayolimga kelmaganini qara-ya. Qizalog'im katta bo'lib qopti-yu. Nima bo'ldi? Ayjon yaxshimi? Yaxshi dadasi, juda ham yaxshi. Opam yig'layapti.
Har oyda shunday bo'ladi qizim. Sanasi yodingda qolsin. Eshikni yop. Oyijon, yaxshiyam borsiz. Nega unday deysan? Siz bo'lmasangiz nima qilardim? Bolajonim meni. Azizam. Aytmasang uxlolmayman. Ayjanga nima bo'ldi? Otalarga har gapim aytilmaydi. Biror ayb qildimi? Ayjan, Xo'sh, unda nima? Ayjan katta qiz bo'ldi. Xayriyat. Nima ekan deb mana. Bo'ldi, endi uxlaymiz. Uyuyamam. Neden? Çok özledim seni. Çocuklar uyudu, kapımız da kapalı. Gel bakayım buraya. Güzelim benim. Gel bir tanem. Mis kokulum benim. Ya güzelim. Gel buraya. Oo, canımı acıtıyorsun. Mememi sıkma. Nazına bayılsınlar. Ko'kragimda og'riq bor. Ebroni emizganimda ham og'rigandi. Xuddi pichoq sanchgandek. Nega avvalroq aytmading? O'tib ketar degan edim. Yana og'ridi. Mayli, ertaga ruxsat olib, doktorga olib boraman. O'zingiz ham doktorga ko'rinib oling. Yo'q, meniki aniq revmatizm. Olmoniyada davolandim. Nima o'zgardi? Qariyapman onasi. Bekorlarni aytibsiz. Arslondeksiz. 67. Meni raqamimmi? Ha, Shuncha og'riq bilan sezmadingizmi? Har gal homilador bo'lganimda shishlar bo'lardi, doktor bey. Lekin bu shish boshqa. Zudlik bilan turini aniqlash kerak. Onkologiyaga borasiz. Biopsiya olinadi. Ya'ni shishdan namuna topshirasiz. Bugunmi, doktor bey? Bugun. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Natijasini olib kelasiz. Jonim yomon og'ridi. Osonmi tiqtik deya. javobi qachon chiqarkan? 4 kundan so'ng, dushanbada. Inshaalloh yaxshi chiqadi. Sog'lom ayolsan sen. Baquvvatsan. Attang, 4 kungacha muhabbat yo'q ekan-da. Gapingizni qarang-yu. Aytishadi-ku, boylar puli bilan, faqir xotini bilan baxtiyor deb. Mana siz boy bo'lsangiz ham, men bilan baxtiyorsiz. To'ppa to'g'ri xotinjon. Bo'ldi, chalaverma. Men ham uxlab Nima qolaman. qilay, kuy chalsam, alla eshitgandek uxlayapti. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Shuncha tayinlasam ham kirlarni yig'ib olmabsizlar. Darsim ko'payib ketdi, oyi. Men Ebruni uxlatdim. Har gapga bahonangiz tayyor. Ebru yig'lamadimi? Biroz yig'lab jim bo'ldi. Tagi xo'rku qizim. Oyingiz bo'lmasa ahvol shu-da. O'zim yig'ib olaman. Men ham oyoq ostida o'ralashmay-a? Albatta, bir aylanib keling. Kech qolib ketmang. Xo'p bo'ladi. Oyi, doktor nima dedi? Nega og'ribsiz? Men yaxshiman qizim, xavotir olma. O'rganib ham qolibman. Bu kim ichib, ertalab yana ishga. Olmonlar suvdek ichishi rostmi? To'ppa to'g'ri. Ichkilikni suvdek ichishadi. Mastlikni ham qotirishadi. Yangani ahvoli yaxshimi? Hali aniq emas. Natijalar chiqsa bilamiz. Xudo xohlasa yaxshi chiqadi. Nimadan shubhalanishyapti? Xudo asrasin u saratondan. Afsus, natijalar yomon. Eng yomoni kech qolibmiz. Saratonmikin? Saraton. Dori ham, muolaja ham foyda bermaydi endi. Tuzalmaydimi? Bunday demadim, qizim. Operatsiya qilish shart. O'smani tezroq olish kerak. Doktor bey, emizikli bolam bor. Biroz katta bo'lib olishni kutsak bo'lmaydimi? Hozir bolan emas, o'zingni o'ylashing kerak, qizim. Ortga surib bo'lmaydi. Doktor xudo emas-ku xotin, yanglishgandir balki. Tahlillarni ko'rdik-ku. Ko'rsa nima bo'pti? Boshqa shifokorga boramiz. Chiqmagan jondan umid. Operatsiya shart dedi. Qildiraymi? Shart degan bo'lsa qildirasan. Nega mendan so'rayapsan? Yo'q desam qildirmaysanmi?
Hech ham qo'rqmang. Bir uxlaysiz-u turasiz. Tig' ostiga yotish osonmi? Yana bolam bor. Tuzuk quruq emzolmadim. Ko'krakdan ayrilishga to'g'ri keladi. Bunisini o'ylamang. Qo'shimcha ozuqalar ko'p, ona sutidan kam emas. Shifoxonaga qachon yotmoqchisiz? Ertaga. Malol kelmasa, bolalarimdan xabar olib tur. Bo'lmasam-chi, opa? Albatta xabar olaman. Ebruni menga qoldiring. Yo'q, opalar qaraydi. Sen xabar olsang bo'ldi. Ebru uxlayapti, bilmay qolsin. Ustiga tungi ko'ylagingizni soldim. Mayli, yopa qol unda. Kech qolyapmiz, Sahar. Bo'ldi, tayyorman. Bolalar, aytganlarimni unutmang. Tovuqlar va baliqlar yoddan chiqmasin. Bunisi uyda qolsin. Sofiya opangiz maktabdan kelguningizcha Ebruga qaraydi. Singlimga o'zim qarayman. Men ham qaray olaman, oyi singlimga. Mayli bolalar, biz ketyapmiz. Aqlli bola bo'ling. Nega yig'layapsan, qizim? O'zimni oxuko'zligim. Sahar. Nega yig'laysan, go'zalim? Go'zalmish. Bir ko'zli xotiningiz bor endi. Ayol zot tushida sog'liqni emas, go'zallikni o'ylaydi. Baxtimga sog' bo'lsang bo'ldi, xotinjon. Nima deganding-a? Nima deganding? Nima degandim? Onalar kuchli bo'ladi deganding. 6 bolali onasan axir. Bir o'zim qolsam yaxshi bo'larmidi? Epla olmasligim aniq-ku. Gapni ham olasizda. Bolalarimiz yaxshimi? Hammasi yaxshi. Ayjan tashakkurnoma olib keldi. Ebru nima qilyapti? Bir yaxshi o'tiribdi. Sofiya xonim baraka topsin, xabar olib turibdi. Bir yoniga o'tib rahmat ham ayta olmadim. Alloh rozi bo'lsin. Yakshanba kuni bolalarni olib keling. Ular ham o'zi olib boring deb hol jonimga qo'yishmayapti. Mayli, endi keta qoling. Qarovsiz qolishmasin. Har birini o'pib qo'ying. Ular ham shunday deganda. Bir o'pib qo'yaychi. Mana bo'ldi. Tagi qop-qoroq, maza qilib uxlaydi endi. Men kuy chalmasam uxlamaydi. Unda chalib berasalim. Qornim och. Hozir ovqat pishiramiz. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar va o'yinchilar. Va endi biz yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Qani yuringlarchi. Safiya opam taom pishirib berdi, dada. Ming rahmat. Sizga tashakkurimni ayta olmadim. Nima ham qilibman? Sahar opam qani? Juda yaxshi, o'ziga keldi. 10 kunga qolmay uyga keladi. Salom aytdi. Sizni o'z singlisidek yaxshi ko'radi. Men ham shunday. U ajoyib ayol. O'tiring singlim. Birga ovqatlanaylik. Yaxshi bo'lardi. Buyurtmachim kelish kerak. Boshqa safar. Mayli, yaxshi qolinglar. Yaxshi boring. Yana bir bor rahmat. Guljan, Ezguli. Ha, o'g'lim, nega yemyapsan? Dada, to'ydim. Yoqmadimi taom? Oyimnikini sog'ingan. Tez orada o'zi kelib pishirib beradi. Televizorni yoqaymi, dada? Konsert bo'larkan. Yo'q, ertaga barvaqt turib shifoxonaga boramiz. Hamma o'z vaqtida uxlasin. Gullar sendami? Ahmet qani? Akam ushlab tur. Voy, to'xta! To'xta! To'xta dedim. To'xta! 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 Yuringlar. Ahmet qolib ketganini onangizga aytmanglar. Baloga qolamiz.
Ebru Sofiya bilan qoldimi? Yo'q, olib keldik. Ichkariga kiritishmadi. Hovlida dadam bilan qoldi. Uzoqdan bo'lsa ham ko'ray unda. Jamol. Jamol. Bu tomondamiz. Yaqinroq keling. Bir ko'ray bolamni. Jonim, go'zalim meni. Qizingni tushirsang men kiraman. Tushyapman, dada. Tusha qol. Uyda nima gaplar? Aytganingizni qilyapmiz. Baliqlar, gullarga qarayapsizlarmi? Qarayapmiz, oyi, qarayapmiz. Oyjinson ham yaxshi, oyi. Bugun ancha yaxshisan. Yaxshiman. Doktor 1-2 kunda javob beraman dedi. Juda soz. Uyning fayzi ayol bilan deganlari rost ekan. Hamma yoq ivirsib ketdi. Men ham uyimizni sog'indim. Hech kimni uyidan ayirmasin. Bizni esa sendan xotinjon. Oyimni qaranglar. Qo'lida chaqaloq bordek. Bolalar, Ebruga ham qarab turinglar. Guljon, joyingga o'tir. O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Juda ham xursandman. Og'rig'ing yo'qmi? Yo'q, Xudoga shukr. O'tgan safargilar hali sotilmabdi. Mayli, xavotir olmang, sotilib qolar. Yeyiladigan baliq bo'lsa tezroq sotilardi. Nolimaylik, ancha-muncha pul ishladik. Endi yanada ko'proq topishimiz kerak. Ayjanni o'qish uchunmi? O'qishi uchun. Eng kuchli kollejiga kirdi bolam. Xudo biladi onasi. Kollejga kirgani hisobmas. Qo'limiz kalta chunki. Xudo yetkazar, dadasi. Ha mayli, o'ylama. Bir gap bo'lar. Yozguli, nima dedim senga qizim? Singlingga biroz qarab tursang-chi. Yangi kuy bastalayapman, oyi. Keyin bastalaysan. Singlingni olib hovlida o'ynat. Binlerce fidanın bu şekilde dikilmiş olması diken kişi üreticilerimizi zor duruma düşürebilir. Evet, hastalık ve zararlarla, bulaşık fidanlarla kurulacak bahçeler birkaç yıl sonra onca emeğin ve masrafın boşa gitmesine sebep oluyor değil mi efendim? Evet. Değerli dinleyiciler, meyve bahçesi tesis edecek üreticilerimizin sağlıklı ve kaliteli fidanlarla bahçe tesis etmeleri için Darrov yomonlikka yo'ymang. Shamollatgansiz. Avvalgidan ham kuchli sanchig'idi. Hech nima qilmaydi. Bir doktorga ko'rsatib keling. Rentgen qildirdim. Jamol shifokorga olib boradi. Erimga rahmim kelyapti. Qo'rqib qoldi. Yomon. Juda yomon. Operatsiya bo'lganda, ko'kragi olingandi. Bilaman. Afsuski saraton ko'krak qafasiga yoyilib bo'lgan ekan. Yana operatsiyami? Endi operatsiya qilinmaydi. Bolangiz bormidi? 6 ta. Qarindosh urug'chi. Nima demoqchisiz? Demoqchimanki, onasiga bir gap bo'lsa, ularga qaraydigan odam bormi? Yo'q. Hech kimimiz yo'q. Nega bunday deyapsiz? Aytishga majburman. Afsuski bolalar onasiz qoladi. Tuzalmaydimi? Noumid shayton deydilar. Ammo meni bilishimcha uzog'i bilan 3 oy umri qolgan.
Keldingizmi? Do'stlar bilan o'tirib qoldik. Bolalar uxlashdimi? Uxlashdi. Doktorga uchradingizmi? Uchradim. Hech baloni tushunmadim. Hech bunday bo'lmasdi-ku. Roq ichdi. Ha deb ichaversam shunaqa bo'ladi-da. Nima dedi? Kim? Doktorni aytyapman. Nima ham derdi? Menga o'xshab, u ham hech baloni tushunmadi. Menga nima qildi dadasi? Sengami? Hech nima. Turq sovuq, so'tak. Boshidan beri yoqmagandi o'zi menga. Kim? Doktor. Boshqa doktor quriganmi? Shunday doktorlar borki, o'likni tiriltiradi. Bu esa tirikni o'ldiradi. Eng zo'rini topaman senga. Topolmaymanmi? Topaman. Bir jahlim chiqsa nima qilaman? Seni olib Yevropaga ketib boraman. Mayli, yaxshi. Qani sen ham kel yonimga. Ertalab qanday turasiz? Turaman. Yonimga kel. Kel o'zimga. Yonimda bo'l xotin. Ertaga ishga bormasam-chi, seni to'ygunimcha bag'rimga bossam-chi, uydan hech qayerga chiqmasam-chi. Go'zalim meni. Jafokashim. Yagonam. O'qishim boshlandi, dada. Birinchi to'lov 35 ming lira ekan. Yana to'garaklarim ochildi. Kunlik emas, oylik 6 ming lira. Shunaqa denglar. Buncha qimmat bo'lmasa, pulni qayerdan topamiz, hech kim so'ramaydi ham. Bolalar o'qish kerak, dadasi. Qo'ysang, Sahar. O'qib olim bo'lisharmidi? Mayli, azizim. Asabingiz charchagan ko'rinadi. Videoni qutisi qayerda? Tashlab yubordingmi? Uyda turibdi. Ichida narsa bor. Bo'shatib olib kel. Videomiz buzuq emas-ku, dadasi. Sotaman. Meni o'qishim uchun bo'lsa sotmang. Maktabga bormay qo'ya qolaman. Hammang o'zingni o'ylaysan. Onangga doktor kerak, muolaja kerak. Hali ham Olmoniyadan olingan paltoni kiyapti. Oyoq kiyimi chirib ketdi. Hech o'yladingmi shuni? Dadasi, nima bo'lyapti sizga? Hech nima bo'lgani yo'q, Sahar. Menga sen keraksan. Olib kel qutini. Olib kel, qizim. Javon ichida. Ming la'nat hammasiga. Shu qo'limni kesib, otib yuborishga ham roziman. Xat hujjatini bersang, borib sotib kelaman shu matohni. Doktor nima debdi? Aytmadi menga. Gapni aylantirdi xolos. Kecha ham g'alati edi. Uyga mast bo'lib keldi. Ertalab bolalarga o'dag'ayladi. O'zingiz bormabsiz-da. Olmon shifoxonasiga ketyapman. O'sha yerdagi doktorga rentgenni ko'rsataman. Ular kuchliroqmi? Yo'q, albatta. Turk doktori bemorga achinadi, hamdard bo'ladi, haqiqatni aytmaydi. Ammo olmon doktorlar borini gapiradi. O'lasan deb yuzingga aytaveradi. Unday demasin-da ish qilib. Bugun bilamizda. Kechki payt bolalardan xabar ol. Ayjan ukalarini ertaroq uxlatsin. Soat nechida qaytishim aniq emas. Xavotir olmanglar. Sahar xonim, rentgendagi tasvirga qaraganda ahvolingiz yaxshi emas. Saraton ko'krak qafasiga o'tib ulgurgan. Hech bir muolajadan foyda yo'q endi. Boshlang'ich davrda davolash mumkin edi. Endi esa afsuski qo'limizdan hech nima kelmaydi. Doktor, rostini ayting, qancha umrim qolgan? Tajribamga tayanib aytsam, bunday bemorlar ko'pi bilan 3 oy yashaydi.
Opa, nimalar deyapsiz? Meni gapim emas, doktorni gapi. Eng uzog'i 3 oy yashaysan dedi. Yo tavba, og'zidan yel olsin. Menga o'xshagan bemorlar ko'p. Ham tahlil natijalarini ko'rdi. Aniq dedi. Zarur ishlaring bo'lsa, yakunla dedi. Bunaqa paytda ishini o'ylarkanmi odam? Bormasam bo'larkan. Bilmaganim yaxshi edi. Endi nima bo'ladi? Nima qilaman endi? Oilam, bolalarim. Dadam uyda, oyi. Erta kelibsizmi bugun? Ruxsat oldim. Ishlarimni hal qildim. Qara. Onkolog professor Komil Bashrak juda tajribali doktor. Kelasi oyning 12-sanasiga yozildim. Qabuliga boramiz. Yana ichdingizmi? Kayfimni buzma. Ayjon qizim, onangga ko'rsatmaysanmi? Dadam palto olibdi, oyi. Judayam chiroyli. Kiysangchi bir ko'ray. Keyinroq kiyaman. Bir ko'ray azizam. Poyabzalni ham olib kel, Ayjon. Loyiq keldimi tufling? Loyiq keldi. Palto ham loyiq. Yaxshilikka buyursin. Juda yarashdi. Meni xotinim go'zal ayolda. Xaridor chiqqanda videoni sotdim. 6 oygacha puldan muammo bo'lmaydi. Dunyo o'tkinchi, ertamiz nima bo'lishini bilmaymiz. Dadasi. Nima bo'ldi azizam, ha? Ichganimga xafamsan? Yo'q. Videoni sotganimgami? Yo'q, unga emas. Pulni o'zingga topshiraman, xotin. Men 6 oy dedim-u, sen ko'proqqa yetkazasan. Men bugun Olmon shifoxonasiga bordim. Doktor hammasini aytdi menga. Nimani aytdi senga? Xastaman men, dadasi. Paltoni kiy olmayman. Tuflini eskirtira olmayman. O'laman men. O'laman. Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. Kostyumdan faqat qog'oz chiqdi. Voy xudoyim. Xo'sh, buni qayerdan bilding? Kelishgandik. Kostyumni olishim kerak edi. Bunday bo'lishini hech kim kutmagan edi. Bo'lar ish bo'ldi. Nimalarni o'ylayapti endi? 20 millionlik mol qayerdan kelishini o'ylayotgandirda. Uni o'rnida bo'lishni istamasdim.
Dasturxonga o'tiring. Yeyman, qornim juda och. Dadam yiqilib tushdi. Dadam yiqilib tushdi. Taomni olib kel. Ertaga 12-sana sahar. Ha, 12. Doktorga borishimiz kerak. Bilaman. Ro'yxat bir haftadan so'ng yopilar ekan. Hali ham to'lov qilmadik. To'lamasak nima bo'ladi? Dunyoga o't ketadimi? Bepul maktabga borasiz. Imtihonlardan o'tdim-ku, dada. Katta ish qilding. Puling bormi deb so'ramaysanmi? Ichkilikka topyapsiz-ku. Otaga hurmating shumi? Qani bo'linglar. Qorin to'ygan bo'lsa kirib yotinglar sizlar ham. Dadamni yomon ko'raman. Yomon ko'raman. Bu gapni boshqa eshitmayin. Ularga nima qildim? Nega uradilar? O'zingdan o'tdi-da. Nohaqmanmi? Har kuni ichib kelyaptilar. Pullari yo'q bo'lsa nega ichadilar? Dadangning ishiga aralashma qizim. Bo'pti, oyi. Siz ham boshlamang. Menga qara. Tiling uzayib qopti seni. Nima qilsin sho'rlik otang? Siqilganidan ichyapti. Haqiqatni bilsang, dadangga achingan bo'larding. Oyjon, men sizga achinaman. Betobsiz bilaman. Balki dadam tufayli shunday bo'lgandirsiz. Yo'q. Dadang meni xafa qilmagan. Senga ham shunday kuyov nasib qilsin. Sizlar bir yon, dadangiz bir yon. Ammo sizlarni xafa qildirib qo'ymayman. Aslo qizim, hech qachon. Xo'p, oyjon, nega unda yig'layapsiz? Yig'lamayapman. Yig'layapsiz, oyi. Onalar yig'laydi. Siqilsa yig'laydi, quvonsa yig'laydi. Koshki doim yoningda bo'lsam va yig'layversam. Kelin bo'lsang yig'lasam, ona bo'lsang yig'lasam. Qani endi yoningda qolsam? Doim yonimda bo'lasiz. Kelin bo'lsam ham, ona bo'lsam ham yonimda bo'lasiz. Men yoningda bo'la olmayman, ayjon. Bu nima deganingiz? Men kasalman, qizim. Sen to'ng'ichimsan. Ukalaringga bosh bo'lasan. Afsus, yoningizda ko'p qola olmayman. Sizlarga to'y olmayman. Oyi! Jam. Ukalaringga bildirib qo'yma. Dadangga mehribon bo'l. Ham bilib bo'ladimi? Yoz guli ilk kuyini yozsa, quvonchdan hammasi o'zgarar. Tuzalib ketarman. Boshqaruv raisimiz holatingizni o'rganib chiqdi. Doridan ko'mak bera olasizmi? Bolalaringizni o'quv xarajatlari qoplab beriladi. Katta rahmat, xonim. Koshki ko'proq yordam qila olsak. Bolalarimni o'quv xarajatlari to'lab berilishi katta yordam. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar va o'yinchilar. Va endi biz yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet.
Esingni yeganmisan? Bolalarimni hech kimga bermayman. Sekinroq dadasi, bolalar eshitmasin. Men o'lsam nima bo'ladi? Sen o'lmaysan. O'lishimni siz ham bilasiz. Kim qaraydi bolalarga? Kim erkalaydi? Men erkalayman. Sen ularning onasi bo'lsang, men ham otasiman. Ularni yaxshi ko'rmaydi deysanmi? Yaxshi ko'rasiz albatta. Ammo buni o'zi yetarli emas-da. Yetarli. Bir gap aytaymi senga? Qo'rqinchli bir tushdan uyg'onib sevinadi-ku inson. Men ham shunday bo'laman. Uyg'onding-ku, mana qo'rqmay deyman o'zimga o'zim. Tush edi. O'tib ketdi deyman. Sahar betopmas. Bolalarimning yonida deyman. So'ng yana qaytadan uyg'onaman. Yo Alloh, sendan xafaman. Juda ham nega aynan bizni tanlading deyman. Tavba deng. Bo'ldi, uxlang. Ertalab gaplashamiz. Gap tamom, vassalom. O'lsam ham ularni bermayman. Ularga ona mehri kerak. Ularni onasi sensan. Ularga ona kerak. Sizga esa ayol. Bugun ko'rinishingiz yaxshi. Dorilar yaxshi ta'sir qildi. Og'rig'im kamaygan. Xudo xohlasa tuzalib ketasiz. Bolalar qalay? Sofiya, bir savol bersam maylimi? Mayli. Ering qachon vafot etgan? 3 yil avval. Yoshsan, go'zalsan. Nega turmush qurmading? Ay qizim, bir ikki joydan so'rashdi, ammo bu qiz menga yoqqani meni yoqtirmadi. Ersiz yashash qiyin emasmi? Qiyin albatta. Bo'ldi, uyaltirmang. Nega uyalasan? Gaplashyapmiz-da. Bugun kechki ovqatga biznikiga bor. Televizorda yangi film berarmish. Birga ko'ramiz. Bor qizim. Uyga o'zim qarayman. Dadajon. Dadajon. Yig'lama bolam. Otangni rasm va hujjatlarini men oldim. Bugundan qoldirmay Ayyoz podshoga jo'nataman. Pulim bo'lsa, yanada ko'proq odamlarni qutqarardim. Rahmat sizga ustoz. Hech ham kam bo'lmang. Sizga qancha rahmat aytsam ham oz. Bu nima deganing, qizim? Men burchimni bajaryapman. Sen ham bolamdek azizsan. Ko'z yoshlaringni art, qizim. Ta'sirli film ekan, yig'latvordi-ya. Nega turyapsan? Boray, allamahal bo'ldi. Sofiya ketyapti. Iltimos kuzatib qo'ying. Yosh juvon bemahalda yurmasin. Voy, yo'q-ey. Qo'ysangizchi, ovora bo'lmasin. Ovorasi bormi? Yolg'iz yurma kech bo'lganda. Bo'la qoling, dadasi. Xayrli kech, bolalar. Ertagacha. Xayrli kech. Xayrli kech. Ertagacha. Yonida so'rolmadim, doktorlar nima dedi? Xuddi o'sha gap. Nimalar bo'layotganiga aqlim yetmayapti. Ko'z o'ngimda guldek so'lib boryapti. Men esa ojizman. Ketyapti Sahar. Ketyapti singlim. Alloh sabr bersin. O'zini unutib sizlarni o'ylayapti. Rahmat aka, yaxshi dam olinglar. Sog' bo'l singlim. Buncha tez qaytdingiz? Yo'l yaqin-ku. Eshigigacha olib bordingizmi? Olib bordim. Men o'yladimki... Nimani o'ylading? Dadasi. Labbay. Sofiya menga juda ham yoqadi. Biram dilbar ayol, nomusli. Eri bilan baxtli bo'lsin. Uni eri yo'q-ku. Tul. Bolalarimga mehribon ona bo'lardi.
Endi tushundim. Xo'p. Bolalarga yaxshi ona bo'ldi ham deylik. Menga esa xotin. Menga xotin, shundaymi? Qo'ynimga olib yotishim kerak uni. Sendan boshqa ayolni-ya, men hayvonmanmi? Jim bo'ling dadasi, baqirmang. Meni aqldan ozdirmoqchimisan? Men o'laman axir dadasi. Juda ham oz qoldi. Sizni, bolalarimni ko'ra olmayman. O'zingiz ayting, kim qaraydi bolalarimga? Kim mehr beradi ularga? Sahar, Jim. Iltimos, Jim. Jim bo'l. Bolalarni yoshi to'g'ri keldi. Ishimiz hech bir xarajatsiz oson hal bo'ldi. Men bolalarimni sotmayapman. Ularni sevib ardoqlaydigan oila qidiryapman xolos. Shunday oilalarni topamiz. Hamkorlikdagi ijtimoiy guruhlar bilan surishtiruv olib boramiz. Huquqiy tomonini advokatlarimiz hal qiladi. Yana qaytaraman. Eringiz ham rozi bo'lishi kerak. Erimni rozi qilaman. Bir savol bersam maylimi? Men o'rnimda bo'lsangiz, nima qilardingiz? Bilmadim. Sizdek jasur bo'lishga harakat qilardim. O'lmay turib bolalarni berarmidingiz? Menimcha, oz qolgan umrimni ular bilan o'tkazishni istardim. Bolangiz bormi? Yo'q. Ona bo'lganingizda boshqacha o'ylardingiz. Haqsiz. O'zingizni emas, bolalarni o'ylayapsiz. Menimcha to'g'ri qilyapsiz. Ali bilan Ahmed qani qizlar? Ko'chada o'ynashyapti, oyi. Qoyil senga ayjon, ko'chaga chiqarmagin degandim. Menga quloq solarmidi, oyi? Nega yig'ladi? Ayjinson o'ldi, oyi. Ahmed uni ko'maman deb turib oldi. Yuringlar, qaraylikchi ularga. Sabr tilayman bolalarim. U nima degani, oyi? Yaqinlaridan ayrilganlarga shunday deyishadi. Ayjinsonni yaxshi ko'rardim, oyi. Suv ichida o'mbaloq oshardi. Endi Ayjinsanni bolalariga qaraysan. Ular ham o'mbaloq oshadi. Katta bo'lsa dadalardek bo'lishadi. Menga Ayjinsan kerak. Ayjinsan o'ldi bolalar. Borsa kelmas, mangu bir olam sari ketdi. Bolalarni sizga ishonib ketdi. Endi ularga siz mehr berasiz. Yaqinda men ham ketaman. Oyi, Mayli ayjon, ukalaring ham bilishsin. Ha bolalar. Yaqinda men ham ketaman. Qayoqqa ketasiz, oyi? Ayjinsan ketgan joyga. Ayjinson qaytib kelmaydi-ku. Men ham kelmayman. Unday bo'lsa ketmang. Kuni bitgan ketadi bolam. Alloh shuni istadi. lekin men istamayman. Jim ayjon. Ayjinson ketdi. Bolalariga siz qaraysiz. Men ketsamchi sizlarga kim qaraydi? Dadangiz ham betob, kuchsiz. Bolalarga onalar qaraydi. Dadalar yordam beradi. Men o'lsam, dadangiz sizga yordam bera olmaydi. Nega? Chunki u men ketganimdan so'ng yana betob bo'ladi. Sizlarni sevib, ardoqlaydigan oilalar topaman. Eng mehribon onalar va otalar. Sizlardan ko'nglim to'q bo'ladi. Bolalarimni issiqina uyi bor. Qornlari to'q, ishonchli qo'llarda, maktabda o'qishyapti, kulib yurishibdi deyman. Men kulib yurmayman, oyi. Iltimos gapirmang, boshqa chidolmayman. Yig'lamay jon.
O'zimni go'zal qizim. Menga yordam ber. Ham opa, ham ona o'rnida ona bo'l. Bizni onamiz sizsiz. O'tinaman, o'lmang. Yig'lama. Bir kun sabr tilayman deyishadi. O'shanda yig'larsan. Qara, Ebru uyg'ondi. Hech bo'lmasa shu tomondan omadlisiz. Eng yaxshi oilalarni topdik. Alohida o'rganib, keyin ularni tanladik, shundaymi? Ha, albatta. Rahmat. Faqat bir masala bor. Bolalarim uchun oilani qanday tanlayman? Ya'ni qay bir bolamni qay bir oilaga beraman? Menimcha bu borada bir to'xtamga kelamiz. Ularni tanishtirib ko'rsakchi. Qanday qilib? Bir yig'in uyushtiramiz. Bolalar va oilalar bir-birlarini ko'rishsin, tanishsin. Orada bir iliqlik paydo bo'lsin. To'g'ri aytasiz. Faqat bitta muammo qoldi, Sahar. Eringizni rozi qiling. Rozi qilaman. Tinchlikmi? Tinchlik. Biroz siqildim uyda. Biron joyga olib boring. Charchab qolmaysanmi? Qo'yavering. Siz bilan charchasam, charchabman-da. Unday bo'lsa yur. Qayerga olib borasiz? Sen yuraver men bilan. Bolalar qayerda? Sofiya qarab turadi. Sekinroq onasi. Bu ketishda seni eplolmay qolaman. Qo'rqmang, bo'yningizga osilmayman. U kunlar qani-ya. Jahling chiqsa yaqinlashtirmaysan-ku. Jahlmas, noz u, noz. Noz-de. Noz-de. Muqaddas Maryam maydonida bo'sa olganingiz esingizdami? Esimda, aziza. Ayjanga homilador eding. 2 oylik edi. Ajoyib bo'lgandi. Qarasam, hammasi sevishganlar. Bir zavqim keldi-da, bizda ham xotin bor-ku dedim-u, o'pdim. O'sha kuni sendan go'zali yo'q edi. Yolg'onchi. Rost aytyapman. Guldek nozik eding. Hali ham shundaysan. Bir kun yana olib boraman. Ishchi bo'lib emas, sayyoh bo'lib boramiz. Muqaddas Maryam maydonida sayr qilamiz. Shahar aylanamiz, restoranlarga boramiz. Obormaydi deysanmi? Oborasiz, azizim. Doim so'zingizda turasiz. Sizdan faqat yaxshilik ko'rdim. Meni baxtli qildingiz. Myunxenga ham oborasiz. Ammo bolalarimiz uchun oilalar tayyor dadasi. Yaxshi yashashsin, xursand yurishsin deyman. Qanday onasan sen? Shunchalar yaxshi ko'rsang, qanday bera olasan? Nima qilay? Meni yonimda bo'lishsin, o'pib erkalaydi. O'lganimdan keyin nima bo'lsa bo'lsin deymi? Shumi onalik? Men qara olmaymanmi? Ichganim uchun ishonmasang tashlayman. Nega ichayotganingizni bilaman. Bo'ldi endi, uyga ketaylik.
Hovuzlarga qarang. Baliqlar ham yo'q endi. Hammasi o'ldi. O'zim bilan bo'lib qara olmadim ularga. Gullarni qarang. Qanchalar sevardim ularni. Unutmang. Bolalarimiz ham gul kabi nozik dadasi. So'lishsinmi, qurishsinmi? Men qarayman Sahar. Qanday qaraysiz? Betobsiz. Qo'lingiz og'riydi. Hayot tobora og'irlashib boryapti. Yana pulim yo'q. Meni qanchalar sevishingizni bilaman. Yo'qligimga chidolmaysiz. Ha, albatta, chidolmayman Sahar. Shuning uchun ham bolalardan xavotirdaman. Ular onasini azobini tezroq unutishsin, o'zlarini o'ylasin deyman. Sahar, bir chorasi bordir. Buni chorasi yo'q. Alloh nega rahm qilmadi? Nega aynan sen? Nega aynan biz? Nega axir? Nega sen, Sahar? Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar va o'yinchilar. Va endi biz yanada yaqinroqmiz Barselona va OneXBet. Yaxshimisiz, Jamolbek? Shukr, yaxshi. To'g'risi, sizga nima deyishni bilmay qoldim. Sizlar farzandlarga mehribon ota-onasiz. Rafiqangiz bag'ri keng ayol. Siz ham. Hech nimani his qilmayapman. Karaxtman. Bolalaringiz baxtli yashashadi, Jamolbek. Ishoning. Kelishyapti, oyi. Ebru ketyapti, Jamol. Ukangizni o'pmaysizmi, bolalar?
Meni bervormang, oyi. Yoningizda qolay. Sizga qarang, iltimos. Jomadoningga daftarcha soldim. Ukalaringning manzili va telefoni yozilgan. Ular bilan aloqangni uzma. Boshqa oilada bo'lsangiz ham sizlar et bilan tirnoqsiz. Yana dadang ham sizlarni sog'inadi. Oyi, Sen ona o'rnida onasan-ku. Bora qol, ular kutib qolishmasin. Bora qol, go'zal qizim. Ayjon ketyapti dadasi. Hozir ketyaptimi? Ha dada. Sizga farqi yo'q-ku. Xarajatdan ham qutuldingiz. Yo'q, Ayjon. Ichib o'tiravering. Ayjon. Ayjon, to'xta dedim senga. Dadangni qo'lini o'p. O'pmayman. Ko'rmayapsizmi? Ichib o'tiribdilar. Men uchun o'p, Ayjon. Siqilganidan ichyapti qizim. Bolasidan ayrilish osonmi? Endi sizlarda oila bor. Dadangning esa hech kimi yo'q. Bir o'zi yoppa-yolg'iz. Yotib qolsa qaraydigan hech kimi yo'q. Men uchun xayrlash qizim. Sizni o'ylab ayriliqqa ko'ndim. Yetmaydimi? Alvido, Ayjon. Eng baxtli qiz bo'lasan hali. Duolarim sen bilan bolam. Dunyodagi eng baxtli qiz bo'l. Bolajonim. Uni solmang, oyi. Nega bolam? Siz o'lsangiz kuy chalmayman. Unday dema. Musiqaga qobiliyating bor. Seni konservatoriyaga berishadi. Sen Ebroni doim uxlatarding-ku. Alla eshitgandek uxlardi singling. Bir kun ona bo'lsang, bolangni ham kuy chalib uxlatasan. Men ona bo'lsam, bolamni hech kimga bermayman. Aytganing kelsin, qizim. Men ham xohlamasdim berishni. Yuragimni yulib beryapman, bolam. Mendan xafa bo'lsang juda ham siqilaman. Yig'layman, qizim. Yig'lamang, oyijon. Xafa emasman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, xolos. Ushbu film uzmedia.tv sayti uchun maxsus tayyorlandi.
Sahar. Judayam sog'indim ularni. Shunday bo'lishini bilardim. Ko'rdingmi, chidolmaysan. Olib kelay bolalarimizni. Aslo. Ularni qiynashni keragi yo'q. Yangi hayotga o'rganishgandir. Biz o'rgana olmadik-ku. Ularsiz yashashga ko'nika olmaymiz. Ko'nikamiz. Siz ham ko'nikasiz. Hurmatli mehmonlar, yil onasini shu yerda aniqlaymiz. Nomzodlar orasidan Sahar Qara o'z matonati sabab yil onasi deb topildi. Sahar Qara bu nomga ortig'i bilan munosib. Hayotligida bolalarini oilalarga bergani ko'plab muhokamalarga sabab bo'lganda, uni buyuk sevgisini hammamiz endi anglab yetdik. Chunki Sahar Qara kecha tunda vafot etdi. Siqilganidan ichyapti. Bolasidan ayrilish osonmi? Endi sizlarda oila bor. Dadangning hech kimi yo'q. Bir o'zi yoppa-yolg'iz. Biroz kuta olasizmi? Dadamda gapim bor. Albatta qizim. Sabr tilayman qizim. Sizga ham dada. Men haligi aytmoqchi edimki, ukalaringni unutib yuborma. Sen katta qizsan. Ona o'rnida onaman. Juda to'g'ri gap. Onamni gapi. Yil onasi deb topishibdi. Sho'rlikni ham ko'ra olmadi. Bila olmadi. Yaxshi ayol edi onang. Sof edi, oilam derdi. Ammo hammasidan ko'proq ona edi u. Alloh rahmat aylasin. Sizni yaxshi ko'rardi oyim. Yaxshi ko'rardi. Men ham dadajon, men ham sizni yaxshi ko'raman. Judayam. Hayya ayjan, senga bir narsa ko'rsatay. Balki saqlab qo'yarsan buni.